Assalomu alaykum. O'tgan darsni oxirida aytib o'tganimizdek, bizda qo'shimcha talaba, xodim, administrator kompyuterlari bor edi. Mana qo'shimcha ravishda web server, Debian va Windows Server 2016 orqali Active Directory o'rnatildi. Hozir ko'radigan bo'lsak, mana bu hozirgi holatda bizda lokal tarmog'imiz tayyor. Faqatgina bizda qoldi endi Kerio Control firewall qoldi. Mana shuni o'rnatamiz. Buning uchun nima qilamiz? Sozdat knopkasini bosamiz. Kerio deb yozamiz. Misol uchun Linux deb yozamiz. Linux operatsion sistemasini tanlaymiz. Bu yerda misol uchun Azure 64 bit. Ya'ni bu yerda spiskada yo'q. Distributor tanlaymiz. Buni 64 bit tanladik. Keyingisi продолжить. Operativka 512 yetarli, normal holatda. 8 GB bu ham yetarli. VDI turadi, dinamический bu ham turaversin, Kerio bu ham turadi. Настроить bo'limiga kirib, biza nasitillarda pulsa Kerioni установочныйsini tanlaymiz. Bu uchun biza yana nima qilamiz? Desktop bo'limida OC Images, Kerio Control, ISOni tanlaymiz. Живой. Okey. E'tibor beradigan bo'lsak, Kerio Controlda ikkita setovoy karta bor. Ya'ni birinchisi tashqaridan internet kirishi va lokalkaga chiqishi. Kerio Controlning o'zi asosiy vazifasi ana shu ikkita bir-biridan mustaqil tarmog'i bog'lab berib, ular o'rtasidagi qanaqadir qonun-qoidalar asosida ma'lumot almashish. Bu Kerio Control firewall ham, Kerio Control bu router vazifasini ham bajarib beradi. Kerio Control bu IDS, IPS sistemalarini ishini ham bajarib beradi. Tahlil qilib, qaysi saytga kiradi, qaysi saytga kirmayapti, o'sha filtrlar, boshqa narsalarni ham analiz qilib ham boradi. Demak, mana shuni o'zida mujassamlagan firewall operatsion sistema bitta sifatida ham ko'rsagan bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu boya aytgandek, Kerio Controlda ikkita interfeys bor, qolgan kompyuterlarda bitta interfeys. Mana o'sha bizga demak ikkita interfeys qo'shishimiz kerak. Buning uchun yana o'sha настроить bo'limida mana set bo'limiga o'tamiz. Mana birinchisi adapter turibdi. Adapter NAT emas, biza setovoy most tanlaymiz. Ya'ni setovoy most tanlaganimizda nima bo'ladi? Hozir mana bu yerda real kompyuter, ya'ni mendagi holat bu Mac bo'ladigan bo'lsa, mana shu Mac setga Wi-Fi orqali ulangan va o'sha Wi-Fi bitta host bo'lib xizmat qilib turibdi. Agar men setovoy most tanlasam, men kompyuterim ichida o'rnatiladigan Kerio ham mana shu Wi-Fi bitta host, ya'ni mana bu Macdan mustaqil ravishda o'zi alohida bitta host bo'lib Wi-Fi ga ulanadi. Bu o'sha bizada misol uchun o'sha tashqi kirish porti vazifasini porti bo'lsin, shu narsani kelishib olamiz. Buning uchun demak boyagidek qaytaraman. Mana setovoy most tanlaymiz. E'tibor beringlar. Balki sizda bu wireless, ya'ni Wi-Fi emas, balki kabel bo'lishi mumkin. O'sha narsani ham tanlab qo'yishingiz mumkin. Endi notebooklarda odatda kabel ham Wi-Fi ham bor. Hozirgi chiqayotgan Mac'larda faqat Wi-Fi bor. Endi menda boshqa tanlov imkoniyati yo'q. Keyingisi adapter 2, ya'ni bu kirish uchun xizmat qiladi. Kirish porti, kirish ichki lokalka uchun buni WAN deylik. Bunaqada buni LAN desak ham bo'ladi yoki buni switch deb qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu port switchga borib ulangan uchun bu narsani switch deb, mana adapter 2 da включить setovoy adapteri tanlab, unda misol uchun o'sha naqasini внутренний set qilamizda, внутренний set ya'ni ichki set yoki bo'lmasa ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa internal network turadi. Biz buni nomini switch deb qo'yamiz. Switch. Okey. Mana okey, bu bo'ldi. Endi bitta narsa, mana bu talaba ham, xodim ham, administrator ham, web server yoki Active Directory ham olamiz ham, farqi yo'q. Agarda modelga e'tibor beradigan bo'lsak, hammasi o'sha Kerioga cherry switch orqali ulanadi. Yoki bo'lmasa buni olib qaraydigan bo'lsak, mana shu barcha hostlar Kerioni ichki lokal porti bilan aloqa qiladi. O'shaning uchun biz demak bu narsani switch deb yozdik, o'sha switch port bilan aloqa qiladi. Nima qilamiz? Ya'ni buni
chiqish portini mana bu yerda setdan qilamiz. Bularda faqat bittadan port bo'lgani uchun buni tipini nimaga внутренний setga o'zgartirib qo'ysak, o'zi mana avtomatik ravishda switchga o'zgardi. Ya'ni talabani porti switchga ulangan degan. Ya'ni mana talaba через switch orqali bu bilan ulanadi degan. Xuddi shunaqa xodimni ham set bo'limiga boramiz, adapter и внутренний set mana switch. E'tibor bergan bo'lsanglar, bularda ikkinchi adapter yo'q. Faqatgina bitta adapter o'zi yetarli mana. Bunda ham okey. Administrator настроить. Bunda ham set, внутренний set, okey. Web server. Bunda ham xuddi shunaqa tahlilni amalga oshiramiz. Внутренний set, switch, настроить. Так, active directoryni ham xuddi shunaqa qilamiz. Внутренний set, mana okey. Kerioda farqli ravishda bu yerda ikkita adapter bor. Mana set bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana adapter bor, setoviy most bu tashqi и ichkariga ketadigan qismi. Xo'p, bizda bo'ldi. Kerionni demak ustanovka qilishga tayyorlab oldik. Endi nima qilamiz? Kerion tanlab, запустitni bosamiz. Ustanovka jarayonidagi tilda so'ralmoqda bu yerda. Demak, ingliz tilini tanlaymiz. Kerion shu programma обеспечения shartlariga rozilik bildirasiz. Buning uchun demak siz F8 knopkasini bosishingiz kerak. Yes, I agree deb. Demak, F8 knopkasini bosdik. Bu yerda e'tibor beradigan narsa, agarda serverda o'rnatadigan bo'lsangiz, bu narsada e'tiborli bo'lish kerak. Sizda bir nechta razdel bo'ladimi serveringizda, hardingizda farqi yo'q. Hamma harddagi butun polностью narsani o'chirib olib, bitta razdel qilib ko'radi, o'sha narsaga o'rnatib oladi. O'shaning uchun u narsada ehtiyot bo'linglar. Ma'lumotlaringizni olib qo'yish maqsadiga muvofiq. Demak, mana shu narsaga haqiqatan siz shu narsaga ishonch hosil qildingizmi? Ya'ni ustanovka qilishga ishonch hosil qildingizmi? Demak, ha bo'ladigan bo'lsa, o'sha tasdiqlash uchun 135. Ya'ni haqiqatda buni inson o'qib, shu narsaga tushunib, shu narsaga rozilik bildirdi degan maqsadda endi bu shartli ravishda shu raqamni kiritib qo'yishgan. 135. Buni kiritdik. Remove CD and press enter. Demak, sistemani перезагрузка qilish uchun diskni chiqaring va enter knopkasini bosing. Diskni chiqarishni bilasizlar. Настроить bo'limiga kirasiz. Носители bo'limiga o'tib, mana diskni tanlab, izlat. Okey. Вот, bu bo'ldi. Вот, показатni bosamizda и enter knopkasini bosdik. Demak, e'tibor beramiz. Password has not been set yet. Demak, parol hali o'rnatilmagan. Parolni o'rnatish uchun brauzeringizda, demak, mana shu manzilga kiring deyilgan. Mana shu manzilga kiring. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, demak, kompyuterimiz 10.10.10.1 oldi. Bu asosan lokalkaga tegishli bo'lgan danni bo'lishi kerak. Bu faqatgina lokalkadan boshqara olamiz. Buni agar o'zgartiraman desangiz, enter knopkasini bosasiz. Buni network configuration, ya'ni tarmoq sozlashlarga kirmoqchi bo'lsangiz, mana e'tibor beramiz. WAN, ya'ni WAN nechi 192 168 0106 olgan, demak to'g'ri olgan. Bu Wi-Fi ga ulangan port, bu internet kirib keladigan port. Ethernet 10.10.10.1 olgan. Agar siz shu narsani pamarchani qoldirmoqchi bo'lsangiz, tegmagingiz ma'qul. Yo'q, boshqa set qo'yaman desangiz, bemalol shu Ethernet tanlab, mana bu yerda boshqa IP ni ham qo'yishingiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? SSN IP address dynamically, bu shart emas. Bu static IP qo'yganingiz yaxshi. Bu yerga necha qo'yasiz? Misol uchun 172.20.0, misol uchun 1 qo'yishingiz mumkin. Subnet maskasini misol uchun 255 255 200, mayli 0 qo'yamiz, 0 qo'yamiz. Yoki bo'lmasa 220, mayli bu turaversin. Keyingisi 100, tak, hozirgi holatda bu shart emas, chunki lokal tarmoq uchun aynan Kerion o'zi
shluz vazifasini o'taveradi bu. Tak, bo'ldi, bu o'zgarishlarni kiritib bo'lganimizdan keyin F8 ni bosib apply, ya'ni o'sha narsani qanoatlantiramiz, qabul qilamiz. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, demak bizda Kerio firewall уже o'rnatib bo'lindi. Bu darsimiz asosan Kerioni uстановка qilish edi. Endi keyingi mavzuda, keyingi darsimizda aynan Kerioni sozlamalari, nastroykalarini qanaqa amalga oshirishni ko'rib o'tamiz.